Assalomu alaykum. 4-bekatga yaqin joyda bitta kvartiramiz chiqdi. Sergeli Yangi hayot tumani 7tada joylashgan. Metroga ham 450-500 metr chiqadi. Xonadonimiz pastda, shu domni pastini ko'rsatib o'taman. Magazinlari bor dom pastda, o'rni plashatkalar, bolalar o'yingohlari, har xil stadionlar mavjud. Parkovkalar ham muammosi yo'q. Parkovkalarni ham ko'rib turibsiz. Juda qulay, lokatsiyasi ham juda zo'r. Videoni oxirigacha ko'rsanglar hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Uyni kvadrati necha, uyni ahvoli qanaqa sotiladi, hammasini aytib o'tib ketaman. Bu uyimiz 7 etajli dommi, Novostroyka dommi, 7-etajda joylashgan. Misol uchun sotib turib, investitsiyaga ham ishlatsanglar bo'ladi. Olib turib, sal qimmatroqga ham sotsanglar bo'ladi. Srochniy sotilyapti. Umuman kreditga berilmaydi, qarzdorchilik hech qanaqa narsasi yo'q. Srazi notariusdan keyin kalit egalarining qo'llariga topshiriladi. 3 xona razdelniy kvartira. Ichkari remontlari ham juda yaxshi holatda. Eshiklari ham, ko'cha eshiklari ham domofonlik, yaxshi, liftlari ham yaxshi ishlaydi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, oxirida ko'rsatib o'tib ketaman. Bizga ham kira oldik. Kirushimiz shunaqa kalidor bor, kirushimiz bilan ko'rishini mumkin. Bu yoq tarafda, chap tarafimizda hojatxonasi bilan vannasi alohida qilib qo'yilgan. Ko'rishini kafel terib, tepasiga qanaqadir chiroyli qilib qo'yibdi. Bu yoq hammom. Hammom ham yaxshi tozagina tutilgan. Bu yoq taraf oshxona mebellar ham qilib qo'yilgan. Endi o'zligi uchun chiroyli. Mana bu yerga o'tiradigan stol qilib qo'ysangiz bo'ladi, 4 kishilik. Koridorni ko'ryapsizlar, juda kengishgina, uzun qilib qo'yilgan. Bu yoqda родительский spalni ota-onalar uchun hamma narsasi bor. Tremor shkaf, spalnilargacha qilib qo'yilgan. Bu yoq detskiy endi ilgarigi egalarning qizi borligi uchun qizlarga xona qilib bergan bu yoqda, qizligiga. Bu yoq tarafda zali, mehmonxona. Mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Gilamlarni olib ketgan, pardalar turibdi. Endi mana mebellarni tashab ketishadi. Bu uyda kvadratiga keladigan bo'lsak, 60 kvadrat. 3 xona razdelniy qilib qo'yilgan. Bir taraflamali 3 xona. Hamma joy aboy qilingan, aboydan chiqqan. Remontlari yaxshi. Oladigan odam o'zligi uchun bu yog'ini uborga qildirib yuborib, misol uchun gilam yo'q xonalarga gilam qo'yib, yetmagan mebellarni to'ldirib yuborsa, $550 atrofida kvartirani indamay qo'ysa bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, pastda videoni ko'rsanglar, hamma xonadonga ham balkon yo'q. 5-etajdan balkon boshlanadi. Bularda balkon bor. O'shalar mumkin. Balkonlari bilan yaxshi holatda turibdi. Xonadonimiz juda shinam, juda qulay, lokatsiya ham zo'r. O'zligi yashashga ham zo'r, kvartirani qo'yishga ham zo'r. Ertaga misol uchun sotishga ham yaxshi narxda. Narxlari ham juda kelishilgan narxda qo'yilgan. Uyimizni uyni egasi bilan kelishgan holda juda narxini tushirib, $59.560 qo'ydik. 3 xona razdelniy, yaxshi shinam, yevro remont, mebel texnikalik uyimizni. Agar narxidan o'tkazmoqchi bo'lsanglar, mebel texnikasini bilan gaplashsanglar bo'ladi. Agar narxini tushiraylar desangiz, mebel texnikasini olib chiqib ketishi mumkin. Juda egalariga srochniy pul. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib gaplashishinglar mumkin. Bundan ham yaxshi, qiziqarliroq va srochniy sotiladigan variantlar Telegram kanalimizda. Telegram kanal shundoq YouTube kanalimizning shapkasida turibdi. Telegram kanalimizga ham o'tib olish eslaringizdan chiqmasin. Bizning kanalni kuzatib boringlar. Bundan ham yaxshi, bundan ham qiziqarliroq variantlar faqat bizda chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.